Assalomu alaykum. Hurmatli Jahongir akani YouTube kanali kuzatuvchilari. Mana biz Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan Jahongir akani g'ish apparatini sotib oldik. Bu g'ish apparatimiz quruq tuproqda ishlanadigan qilib Jahongir akani o'zlari mana bugun tuzib berdilar. Xudo xolasa kimga shunaqa g'ish apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Jahongir akani o'ziga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum Jahongir aka, yaxshimisiz? Mana stanogimizni mana bugun xudo xolasa o'zimizga topshiramiz mana. Ko'rdingizda chiqqan bo'lsa bo'ldi, xudo xolasa. Endi bu kuzatuvchilar buni quruq holatini ko'ryapti hozir. Ishga tushirganingizdan keyin ko'pchilik kutib qoladi-da, bu stanok qanaqa ishladi ekan degan narsalar bo'ladi. O'shaning uchun bitta chiroyli video syomka qilib, haqiqiy jarayonda bizga montaj qilinish bu to'g'ri kelmaydi. Bor jarayonda olib tashlab berasiz, xudo xolasa kanalimizga beramiz. Bo'ldi, xudo xolasa nasib bu stanogimizni quruq tuproqqa ishlash jarayonidan video syomka qilib taylaymiz.